Assalomu alaykum, sizlar bilan Sevinchoy Zafar qizi. Bugungi mavzuimiz Antarktida haqida. Antarktida yer sharidagi eng janubiy qit'a bo'lib, Janubiy qutb atrofida joylashgan. Qit'aning deyarli 98% qalin muz qatlami bilan qoplangan. Antarktida dunyodagi eng sovuq, eng shamolli va eng quruq hudud hisoblanadi. Bu yerda harorat qishda 60 darajadan ham pastga tushadi. Ayrim joylarda esa 80 daraja sovuq qayd etilgan. Antarktida muzliklarida yer yuzidagi chuchuk suv zaxiralarining taxminan 70% jamlangan. Qit'ada doimiy aholi yashamaydi, faqat turli davlatlarga tegishli ilmiy tadqiqot stansiyalarida olimlar va mutaxassislar vaqtincha faoliyat olib boradilar. Antarktida hayvonot dunyosi asosan pingvinlar, tyulenlar va dengiz qushlaridan iborat. Antarktida qit'asiga inson oyog'i birinchi marta 1895-yil 24-yanvarda tekkan. Norvegiyalik sayyoh Karsten Borchgrevink Antarktidaning Cape Adda hududiga qadam qo'ygan. Ushbu sana tarixda Antarktida qit'asiga inson tomonidan ilk bor hujjatlashtirilgan tashrif sifatida e'tirof etilgan. Ayrim manbalarda 1820-1821-yillarda muhur ovchilar qit'a sohillariga yetib kelgan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Biroq bu holat aniq dalillar bilan tasdiqlanmagan. Bugungi kunda Antarktida asosan ilmiy tadqiqotlar olib boriladigan muhim hudud bo'lib, u yerda iqlim o'zgarishi, muzliklar holati va yer ekologiyasiga oid izlanishlar amalga oshirilmoqda. Bu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xayr, salomat bo'ling.